Assalomu alaykum, hurmatli Begum Steno kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun 2025-yil 11-iyun sanasi kechki soat 19:20 vaqti bilan sizlar bilan ushbu videorolik orqali uchrashib turibmiz. Bugungi videomizning asosiy mavzusi pomidorlarda bo'g'in chirishi hamda ularning profilaktikasi, oldini olish va o'sha bo'g'in chirish kasalliklariga qarshi kurashish haqida bo'ladi. Hurmatli do'stlar, biz o'sha pomidor ekkanimizdan keyin albatta ularni zamburug' hamda bakterial kasalliklarga qarshi kurashish maqsadida albatta uyda bo'lgan vositalardan, ya'ni oddiygina o'sha zardob yoki sut yoki kulning suvdagi eritmasi bilan biz har 10 kun 15 kunda o'sha pomidorlarimizni poyasi bilan birgalikda barglarini yuvib turishimiz kerak. Bundan tashqari poya atrofidagi tuproqlarni o'sha tabiiy vositalar bilan sug'orib turishimiz kerak. Agar mana shu ishlar amalga oshiriladigan bo'lsa, hech qachon biz pomidorlarimizda bo'g'in chirish kasalliklarini ko'rmaymiz. Bu birinchi bajariladigan amaliyotlardan bittasi. Ikkinchisi, mana shu sug'orish jarayonining noto'g'ri yo'lga qo'yilishi natijasida ham bo'g'in chirish kasalliklarini biz avj oldirishimiz mumkin. Shuning uchun o'sha sug'orilayotgan paytda biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Hurmatli do'stlar, mana pomidorlarimizni ko'rib turibsiz. Hosillari bor, lekin ancha gul to'kib yubordi. Endi bunga ham yanagi videomizda xudo xolasa gulning to'kilishini oldini olish maqsadida yoki gulning to'kilishini to'xtatish uchun qanday o'g'itlarni berishimiz kerak va qanday o'g'itlarni bermasligimiz kerakligi haqida ham sizlar bilan suhbatlashishga qaror qilganmiz. Xudo xolasa niyatlarimiz bor. Xo'p, endi o'sha bo'g'in chirish kasalliklarida yana ikkinchi qiladigan asosiy amaliyotlarimizdan bittasi, sug'orayotgan paytda albatta ikkita joyga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni mana bo'g'in atrofidagi tuproq hamda egatning ichi sug'orishdan oldin qaragan paytimizda ko'zimizga, demak, nam tashlanmaslik kerak. Ya'ni hamma tomoni quruq bo'lishi kerak. Ana shu holda, ana shunday vaziyatda biz sug'orsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Aks holda o'sha namliklar hali o'sha quyosh nurlari ta'sirida to'liq sparini, ya'ni bug'lanmasdan bo'g'in atrofidagi tuproqlar ortiqcha namlik bilan to'yinib turgan holatda biz sug'oradigan bo'lsak, yanada o'zimiz bilmagan holatda bo'g'in atrofida o'sha zamburug' kasalliklarining avj olishiga yordam qilgan bo'ladi. Shu sababli sug'orishdan oldin bo'g'in atrofi tuproqlari, demak, quruq bo'lishi kerak hamda egatning ichida ham namlik ko'zga umuman tashlanmasligi kerak. Xo'p, endi uchinchi qiladigan amaliyotimiz, hurmatli do'stlar, mana har bitta pomidor, ochiq dala pomidorlarini orqaga qaytarib biz bo'g'iniga atrofiga tuproq olib o'sha egatni chuqurroq qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni chuqurroq, ya'ni juda pastdan suv yuradigan bo'lsa, bu holda ham demak bo'g'in chirish kasalliklari, ya'ni zamburug' kasalliklarini oldini olgan bo'lamiz. Xo'p, ana endi mana biz, hurmatli do'stlar, pomidor palagimizni bo'yi 60-80 santimetrga yetgandan keyin biz ularni orqa tomonga qaytarib bo'g'in atrofiga tuproq olish maqsadida mana shu amaliyotlarni qildik. Ya'ni egatning ichidagi begona o'tlarni olib tashlab, tuproq tortishdan oldin mana ko'rib turibsiz, o'sha bo'g'in atrofidagi yerga tegib turgan o'sha barglarni, pomidorni soya qilmaydigan keraksiz bo'lgan ortiqcha barglarni biz tozalab chiqdik, lekin qo'shimcha poyalarga tegishmadik. Sababi ochiq dalada bular o'z navbatida mana shu pomidorlarni soya qilish va kelajakda ulardan ham mana shunday gullar hosil bo'lib, meva tugadigan
ligi uchun biz ularga tegishmadik. Faqat o'sha katta yerga tegib turgan barglarni hamda bo'g'in atrofidagi barglarni olib tashladik. Ana endi bundan oldingi videomizda biz sizlarga aytib o'tgan edik. Chirish kasalliklarini oldini olish maqsadida biz dorilab egatning ichini chopiq qilgandan keyin bo'g'inga tortishdan oldin albatta bo'g'in atrofidagi tuproqni g'avakligini oshirish maqsadida biz biogumus bergan edik. Endi biogumus berish amaliyoti asosan sotib olib emas, balki o'sha uy sharoitida kimki biogumusni ishlab chiqaradigan bo'lsa, mana bunday insonlarga, dehqonlarga biz tavsiya berib qolamiz. Aks holda o'sha masalan 50 metr uzunlikdagi pomidor bo'g'inini biz biogumus bilan kontakt qilib quyib chiqib, keyin ustidan tuproq tortadigan bo'lsak, bu yerda kamida 150-200 kilo atrofida biogumus sarflashimiz kerak bo'ladi va shu sababli bularni sotib olib bu amaliyotni bajaradigan bo'lsak, biogumusga ketgan xarajatni biz qoplata olmay qolishimiz mumkin. Shu sababli bo'g'in agar qiziqadiganlar bo'lsa, bo'g'in atrofiga tuproq tortishdan oldin o'sha egatlar ichidagi olingan oddiy yovvoyi o'tlarni bo'g'inning atrofiga oz-ozdan qo'yib chiqib, keyin bo'g'in atrofiga tuproq tortadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha ortiqcha suvning tezroq bug'lanishi hamda pastki tomonga tushib ketishini ta'minlagan bo'lamiz. Xo'p, ana undan keyingi qiladigan amaliyotlarimiz, xo'p, agar bo'g'in chirish kasalliklari, ya'ni zamburug' kasalliklari avj olib ketgan bo'lsa, biz o'sha profilaktika jarayonida aytib o'tishimiz kerakki, o'sha o'zi asli kasal bo'lmasdan oldin biz bularni har 10-15 kunda o'sha Redamil Gold yoki bo'lmasa, xo'p, mana uy sharoitidagi vositalar bilan biz ularni har 10-15 kunda profilaktika uchun barglarga, poyalarga sepib turish kerak dedik. Agarda bo'g'in chirish kasalliklari kuchayib ketadigan bo'lsa, biz o'sha Redamil Gold yoki Previcor kabi fungisidlarga nisbatan ham kuchliroq bo'lgan fungisidlarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bularga eng mana shu samarali kuchli fungisidlardan, ya'ni 100% ichki ta'sir qiluvchi, ya'ni barg orqali so'rilib, pomidor poyasini zamburug'lar uchun zaharli modda yaratuvchi, demak topsin, bundan tashqari skori kabi kuchli vositalar. Yana bundan tashqari Quadris degan o'sha fungisidlarimiz bor. Mana shular orqali biz barglarga sepib o'sha kasallikni oldini olishimiz mumkin bo'ladi. Bular 100% o'sha bargdan singadi, o'sha palak zaharlanadi. Endi inson uchun emas, o'sha zamburug'lar uchun o'sha zaharli tanaga aylanadi. Bu tanani iste'mol qilib ko'payotgan zamburug'lar o'z-o'zidan nobud bo'ladi. Mana shu tariqa, demak, oddiy usulda biz o'sha zamburug' kasalliklariga qarshi, bo'g'in kasalliklariga, chirishi kasalliklariga qarshi amaliyotlarni olib boramiz. Xudo xolasa yanagi videolar orqali mana shunday foydali ma'lumotlarni sizlarga berish maqsadida yanagi videolar orqali, demak, uchrashguncha xayr, salomat bo'ling deb qolamiz. Omon bo'lingizlar.